Hammaga assalomu alaykum. Mana qadrdon qizlajonlarim, qalaysizlar? Sog'-salomat yuribsizlarmi? Yana yangi vlogda sizlar bilan diydor ko'rishib turganimdan juda xursandman. Bugungi videoyimni eng yaxshi ko'rgan magazinimdan Kitchenlanddan boshladim. Kechqurungi выходной kunimizni sayri xo'jayinim bilan aylanishga chiqdik kinoga. Birdaniga magazinga ham kirib, chiroyli narsalarni ko'rsatishga qaror qildim sizlarga. O'zimga ham juda ham yoqadi servirovkalar, har xil yangi tovarlari bu magazinni. Ruslarni Pasxa bayrami yaqinda. Shuning uchun mana shunaqa chiroyli ukrasheniyalar chiqqan. Особенно kuxnyaga juda ham chiroyli. Shularni sizlarga ko'rsatib o'tay dedim. Mana bunaqa нежный оттенокlar juda ham yoqadi menga. Qizlar sizlarga qalay? Lekin narxlari, конечно, kosmический, juda yuqori. Boshqa marketplacelarda shunaqa narsalarni ko'rib arzonroqqa olishlaringiz mumkin qizlarjonlar. Men o'zim ham ko'psini shunaqa qilaman. Bu yerdan yoqqan narsamni Azondanmi, Valbersdanmi terib anchagina arzon narxga sotib olaman qizlarjonlar. Shuning uchun ko'p shunaqa magazinlarga kirib turaman. Meni juda ham nima desam, ilhomlantiradi bu magazinlar. To'g'risi juda ham chiroyli narsalar bor. Bu yangi vlogimni joylaganimcha hayotimda juda ham katta o'zgarishlar bo'lib ketdi qizlarjonlar. O'tgan vlogimda aytib o'tdim, ishimni o'zgartiryapman deb. Eski ishimdan bo'shaldim. Bu videoda qo'yib o'tdim vloglardan ozgina videolardan qanaqa qilib qizlar bilan xayrlashganimiz, stol taxladim qizlarga, естественно. Yangi ishimdan ham ozgina parchalar olib sizlarga bugun ko'rsatmoqchiman. Вообще Telegram kanalimda har kunligimni harakat qilaman tashlab turishga. Kimda kim agar u yerga bog'langan bo'lsa, bunaqa yangiliklardan xabardorlar. Agarda sizlarga ham qiziq bo'lsa, Telegram kanalimga albatta obuna bo'lib olinglar. Har vlogimni tagida описаниеda Telegram kanalimni silkasini tashlab qo'yaman qizlarjonlar. Kimga qiziq bo'lsa, kirib obuna bo'lib olinglar. Ichiga niyat shirinliklar solib qo'ya. Qizlarjonlar, kinoteatrga kelamiz. Hech narsa yeyimiz kelmaydi. Qizlarjonlar, kinoteatrga keldik. Ro'zadan keyin hech narsa yeyimiz kelmaydi. Kokteyl olib oldik. Qizlarjonlar, ramashka olaman deb chayni nimamga chiqdim. Mana aftini qarang qanaqa bo'layotibdi. Hozir tozalamasam bo'lmaydi bu yerda. Qizlarjonlar, men bu bankachalarimni olganimga 1 yilcha bo'lib ketdi, naverna. To'g'rirog'i bilmadim-u. No, qachondan beri shu shkafimni organizatsiya qilaman deb umuman vaqt topolmay yuruvdim to'g'rirog'i. Bugun vaqt soati keldi shekilli. Bismillah deb boshlab yordim. O'zim juda ham yaxshi ko'raman shunaqa bankachalarga solingan chaylarni. Chay, tam har xil siroplar bir joyda joylashib turganini juda ham yaxshi ko'raman. Shularni qilaman deb sotib olganman, lekin umuman qo'lim tegmadi shu narsalarga. Bugun xudo xohlasa chiroyli qilib bezab qo'ymoqchiman. Ham udobni bo'ladi, ham nima desam, bir joyda hammasi chiroyli bo'lib turadi. Mana bu ko'p har xil choylar olib tashlagan biza, pachkalarga yotibdi, hammasi har xil bo'lib. Ko'p zavarkalarni bir-biriga aralashtirib qo'ydim. Chunki har xil vkus, choy damlagan payting har xil vkus bersa juda ham yaxshi ko'raman. Shkafim tozalay mana bunaqa asal topib oldim qizlarjonlar. Asal shishka bilan qilingan, juda ham ajoyib, juda ham noyob asal. Qanaqadir, naverna kimdir sovg'a qilgan bo'lsa, shu sovg'ani ichida chiqqan, или o'zim sotib olganman, to'g'risini bilmayman. Mana bunaqa bankachalarimga esa, kichkina bankachalarimga saxarniy pudra, shirinliklarga solishga, koritsa aralashtirilgan saxarniy pudra bor. No, shularni ham chiroyli qilib joylashtirib qo'yaman. Ko'p xil choylarni korobkachalarini tashlamay qo'yganman. Chiroyli korobkachalar, bir nimalar solaman deb olib qo'yganman.
shularning vaqti soati keldi, ko'pisini otib yuboraman, chunki shuncha наверное yillardan beri turibdi. Kerak bo'lsa bir nimaga ishlatgan bo'lardim. Вообще aytishadi-ku, agar bitta kiyimimizni 1 yildan ziyod kiymasangiz, значит u kiyim sizga nima desam, keraklik emas. Bu o'sha kiyimdan избавиться qilishingiz kerak. Agar turaversa narsalar расхламление, nima desam, xlam bosib ketadi uyda. Shuning uchun keraksiz narsalarni tez shkaflarni ochib, tozalab, sortirovka qilib, keraksizlarni или birorta kishiga berib yuborish kerak, или kerak emas bo'lsa otib yuborish kerak. Boshqa ilojimiz ham yo'q, qizlarjonlar. Har xil kitayskiy ko'k choylar ham topib oldim. Pachkachalik ular, bir damlashlik deyiladi. Fasovni qilib qo'yilgan. Shularni ham ochib, ko'p joy egallamaslik uchun korobkaga, to'g'rirog'i bankachaga solib, chiroyli qilib taxlab qo'ydim. Kim qanaqa choy ichgisi kelsa, bankachani ochib, hidlab deganday yoqqan choyini ichishi mumkin. Kofelar topib oldim har xil. Ko'zga ko'rinmayman shunaqa korobkalarga yotganda hech kim ko'rmaydi ham, ichmaydi ham-da. Agar mana bunaqa prozrachniy bankachalarga solib qo'ysangiz, chiroyli bo'lib, shkafingizda ochgan payti raznoобразный narsa tursa, har xil qilib ichgisi keladi. Shuning uchun Xudo xohlasa shunaqa qilib qo'yaman bugun. Qizlarjonlar, poka mana bunaqa qilib taxlab qo'ydim. Bu oxirgi nima emas, konечный etap emas. Bu yerga крутящий, наверное, nima olaman. Hozir chiqqan-ku, mana bu yerda крутящий поднос. Вот. Mana shuncha musor. Qizlarjonlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kabachkovый lodочки tayyorlaymiz. Kabachki mana bunaqa, bilmayman, O'zbekistonda ham bor, наверное. Ertalabdan blini pishirib oldim. Go'shtimizni birinchi farsh qilib olishimiz kerak. Boshladik bo'lmasam. Qizlarjonlar, to'g'risini aytsam, ro'zadan keyin juda ham oshqozonimiz tor bo'lib qolgan. Ko'p narsa yeyolmaymiz, lekin har xil ovqat yegim keladi. Nima ovqat qilishdan, to'g'risi shuni o'ylashdan charchaganman. Nima ovqat qilsam, xo'jayinim diyetичный ovqat qil deydilar, предложениялariz bo'lsa juda ham minnatdor bo'lardim sizlardan. Qizlarjonlar, go'shtimiz farsh qilib oldik. Endi esa kabachkilarni ikkiga bo'lib, mana bunaqa teng ikkiga bo'lib olaman va sertsevinasini ichini qoshiqcha bilanmi, pichoq bilanmi chiroyli qilib tozalab olishimiz kerak. Ichidagi bo'shliqlarini, mana bu nima desam sizlarga, myakotlarini tashlab yubormaymiz. Chiroyli qilib kesib olib, ularni ham to'g'rab, ichiga nachinka qilib solib yuboramiz qizlarjonlar. Mana shunaqa qilib lodочка qilib to'g'rab kesib olinglar. Вообще juda ham shirin ovqat. Qilib ko'rmagan bo'lsalaringiz, обязательно qilib ko'ringlar. Bu ham diyetичный ovqat hisoblanadi. Bu taomda kabachkilarni, yosh kabachkilar, молодой kabachkilarni olishimiz kerak, chunki katta pishib ketgan kabachkilarni ichidagi do'naklari juda ham katta bo'lib, yeyishlik emas-da ular. Shuning uchun молодой kabachkidan qilsalaringiz juda ham shirin, ta'mi ham yaxshi, o'zi ham juda ham mazali, sochni bo'lib chiqadi qizlarjonlar. Ichidagi myakotlarni mana shunaqa qilib, kvadratniymi, qanaqa qilib xohlasalaringiz to'g'rab olinglar, maydaroq qilib, blenderda aylantirib olsalaringiz ham bo'ladi. Shularni chiroyli qilib to'g'rab olamiz. Piyozimizni to'g'rab olamiz. Pomidor, chesnok, hammasini chiroyli qilib tushit qilamiz. Qizlarjonlar, bolgarskiy perets ham esimdan chiqib ketibdi. Qizilmi, sariqmi, yashilmi farqi yo'q. Qanaqa svetni yaxshi ko'rsalaringiz, shunaqa svetdan solib yuboringlar. Manda bugun yashil bolgarskiy perets. Skоворodkamizga sariyog' slichniy maslodan soldim. Вообще oxirgi paytlar slichniy maslada
ovqatlarni pishiryapman. Juda ham shirin, ham наверное foydaliroq bo'ladi deb o'ylayman. Может быть жирный, но foydaliroq bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun sariyog'ga hamma masalliqlarimizni, ovishlarimizni solib birinchi qovurib olamiz, keyin tushit qilib olamiz qizlarjonlar. Yaqinda internetda xuddi mana shu retseptni baqlajon bilan qilinganini ko'rdim. Xudo xohlasa baqlajonlarga ham qilib ko'rmoqchiman. Albatta dalada o'choqda emas, nima desam sizlarga, mangalda qilsalaringiz juda ham shirin bo'ladi bu narsalar. No, mangalga vaqt kerak uning uchun. Yaqinda letniy sezon boshlansa, xudo xohlasa mangalda ham pishirib ko'rsatamiz, nasib bo'lsa. Hamma ingrediyentlarimni tushit qilib oldim. Juda ham chiroyli kraskalar, ranglar qaranglar qizlarjonlar, yashil, qizil, sariq, ko'k degandek hamma har xil ranglar bor. Juda ham shirin, juda ham mazali. Tuzlab oldim, tuz sepdim, перец sepdim va paprika, kopchonniy paprika. Вообще xohlagan pripravlar soslaringiz bo'ladi. Oxirida esa 2 qoshiq smetana solib oldim. Xohlasalar smetana solinglar, xohlasalar slivki. Ikkalasi ham juda ham shirin qiladi. Yaxshilab aralashtirib, lodochkalarimizni to'ldirishni boshlaymiz. Qizlarjonlar, tayyor bo'lgan nachinkamizni mana shunaqa qilib lodochkalarimizni to'ldirib olamiz. Ustidan любой sir, tverdiy, maniki tverdiy sir parmezan. Parmezan juda ham mana shunaqa ovqatlarni juda ham shirin qiladi. Da qimmatroq turadi parmezan, no shirinroq qiladi. Boshqa sirlar ham shirin qiladi. Xohlagan sirlar, soslaringiz bo'ladi. Men terkadan o'tkazib qo'ydim va har ehtimolga qarshi ustidan yana perets ham sepdim. Наверное, perets bilan pikantniyroq bo'ladi ovqat, juda ham shirinroq bo'ladi. Mana shunaqa qilib sirni oxirida sepib, duxovkaga 180 gradusga 20 minut, 25 minutga yuborib olamiz qizlarjonlar. Mana bunaqa sochni, apetitniy lodochkalarim tayyor qizlarjonlar. Xohlasalar shuni yeyinglar, xohlasalar garnir qilinglar. Qizlarjonlar, hammaga xayrli tong. Xo'jayinimga obedga salat qilib bermoqchiman. Grenki qilaman o'zigina mo'y bilan tuz solaman. Xohlagan pripravalaringiz, chesnok so'zlaringiz ham bo'ladi. Bu yerda esa zavtrak. Zavtrakka kabachki bilan 2 ta tuxum, ozgina tuz solaman hozir, 2 qoshiq un solaman. Vafli pishiraman bulardan, diyetичный. Qizlarjonlar, aytmoqchi, ertalabdan nima quydim? Tavuk go'sht, kуриный file, просто teriyaki surtdim. И все. Issiqqina chiqdi. Bu ham salatga, может, ertalab zavtrakka ham beraman. Bu yerga tuz solamiz ozgina, aytib o'tganimdek. Так, и bitta kabachkaga 2 qoshiq un solaydim. Bu yerga 1,5 ta kabachka, shuning uchun 3 qoshiq soldim. Все, aralashtiramiz endi. Я не хочу, ты иди. Qizlarjonlar, mana bo'shkinagina shuni. Qizlar, suxarik jonlarim ham chiroyli bo'lib chiqdi mana bunaqa qilib. Грудинку. Mama. Я знал, что дождь пойдет. Bu yerda mayonez, smetana и горчица. Да, вот в неделю 2 раза надо чистить чеснок, 1 головочку прям разжевывать. Да? Qizlarjonlar, kуриный отбивной qilmoqchiman bugun. Mana qilib yupqagina qilib kesib oldim. Yupqa ham emas uncha, o'zi molotok bilan uraman, paketni yopib. Oy, bir ikkitasini olib qo'yadi. Наверное, kуриный kotleti ham qilaman. Ikkitasini olib qo'yay shilpilloqlarni. Mana qilib
ozgina kuraning kotlet qilaman. Buni esa panirovkaga pishirmoqchiman. Yegim keldi shuni bugun panirovkaga. Shunaqa qilib kesib olaman-da. Bunaqa plyonkalarimiz bo'lsa kerak, nima joyda bor bunaqa. Plyonkaga shuni yopib. Plyonka bo'lmasa oddiy paketchalar ham bo'ladi, eski paketchalardan. Shunaqa qilib yopaman-da. Mana to'g'ri olib chiqaman qizlarlar. Mana to'g'ri. Voltaj. Mana to'g'ri mamnaqa. Qizlarjonlar, filimizni ikki tomonini yaxshilab boltachamiz bilan urib olamiz. Или molotokchamiz bilanmi? To'g'rilaylar mani, qaysi правильно? Endi esa go'shtlarimizni pripravala olamiz. Menda bu yerda suxoy chesnok, yaxshi ko'rgan har xil tamlik tuzim, pripravalik to'g'rirog'i. Ikki tomonni yaxshilab chiroyli qilib surtib sepib olaman, chiroyli qilib. Ozgina marinovat bo'lib turadi go'shtlarim. Ungacha boshqa ishlarimni ham qilib olaman. Qizlarjonlar, ozgina xamircha qilib qo'ydim. Kartoshkalik ana qilmoqchiman. Pirojki duxovkaga qilmoqchiman. Kichkina mehmonchamiz bor bitta, yoshbachicha. Вот. Жареный qilmayman, kichkina bachalarga жареный yaxshi emas berish. Xamirim ko'tarilibdi o'zi. Yana bir marta ishlov beraman-da. Yana ko'raman. Qizlarjonlar, ungacha nima qilaman? Kotlet qilaman dedim-ku ozgina. Bunaqa blenderchalarimiz bo'lsa kichkina yaxshi. Ozginagina go'shtchaga. Так, tuz solamiz ozgina. И чесночный приправа. Все, boshqa narsa solmayman. Sekunga aylantirib beradi. Всё. Mana farsh kotletchaga. Qizlarjonlar, nachinka tayyorlab olyapman. Bu yerga sariyog'qa piyozni qovurib oldim ozgina. И mana bu kartofelni pyurega, kartoshka pishirilgan, ezib oldim. Shunga qo'shaman и mana pirojogimni nachinkasi bo'ladi. Qizlarjonlar, mana bu kotletchamni slichli masla bilan qilmoqchiman. Mana aytib o'tdim oldin ham. Kusochik maslani qo'yib, ozgina go'sht solib, uzr qo'limda perchatga kiymadim, chunki vaqtim yo'q. Vaqtim yo'q emas. O'nta ishni bir mahalda o'nta ish qilaman, shuning uchun hech shunga vaqt yo'q. Shunaqa qilib kotletchalarimni buqib oldim. Вообще сочный chiqadi shunday. Agar qilib ko'rmagan bo'lsalaringiz, обязательно qilib ko'ringlar. Вообще juda ham shirin bo'ladi. Куриные котлеты, если что. Говяжьи bilmayman qanday chiqadi. Bu куриный. Все? Qizlarjonlar, nachinkalarimni taxlab bo'lganimcha xamirim achidi уже. Ikkinchi marta. Уже pirojkalarni butish kerak. Ammo qaranglar, qanday ko'tarildi. Xamirim oddiy. Ozgina sut, ozgina suv, bitta tuxum, ozgina shakar va tuz. Еще сливочное масло solaman ozgina.
Qiziljo'llar xamirimdan pirojkini kattaligida kichkina dumaloq zavalichalar qilib oldim. Ozginagina dam berib pirojkilarimizni bukishni boshlaymiz qiziljo'llar. Qiziljo'llar moylarimiz taq. Dam olgandan keyin qaranglar qanday shishib chiqadi xamirimiz. Nachinkamni aytdim sizlarga, kartoshka и piyoz sariyog'ga qovurib oldim. Shu. Yo'qqa pishirmayman, наверное, duxovkaga. Bunday qilib sразу противеньga terib olaman. Gap anavini qolmabdi вообще. Противеньga yozadigan pergamentni bumag'im qolmabdi, o'zi folgaga pishiryapman esa. Magazinga borib olib kelish kerak. O'shanga ham vaqtim yo'q, mazza ham yo'q. Сегодня аптекаga boraman и сразу olaman. Ой. Qilib terib chiqamiz. Oy. Yopishibdi. Qiziljo'llar, sizlar bilasizlar, nimaning ustiga, hamma pishiriqlarim ustiga bitta tuxum sarig'i bilan ozgina sutni aralashtirib surtaman. Chiroylikgina bo'lib, yaltillab, appetitniy bo'lib chiqadi. Pirojkilarim bu bo'ldim. Ardam yoqqa pishiraydim, no yoqqa, во-первых, vredniyroq. Ikkinchidan, uyimda kichkina bolacha bor, mehmoncha. O'shanga duxovkaga qilay dedim. To'g'rirog'i mehmoncha nachalligimning o'g'li, o'g'ilchasi, chunki ular nimada больничныйda, постоянно больничda o'tiradi, bashcha kichkinada 2 yoshlik. Вот, men заведующийning o'rniga kuyman hozir. Вот, o'shanga kasal bo'lganimga o'g'ilcham bilan o'tirib tur, men o'zim ishlayman deb, nachalligim baribir yaxshi deb qo'yib yubordi. Shunga men uyda qizimga kanikullki, qizim ham uyda, qizim bilan deb uyda yotibdi bachcha. Mazza qilib. Ungacha men sizlarga video snimat qilyapman. Chunki bugun yangi videomni gruz qilib yubordim sizlarga. Tez kunda yana video ko'rasizlar. Shuning uchun birdaniga qilib videoni tushirib, nima deydi? Arxivga solib qo'yay sizlar uchun. Все. Pirojkilarimizni yuboramiz duxovkaga. Qiziljo'llar, oy. Xudo xohlasa, pirojkilarim mana chiroyli bo'lib chiqdi. Voy, yaxshi ko'raman shunaqa pirojkini ham. Ko'chada babushkachalar sotib yuradi, shunaqa sotib o'tiradi, shunaqalar. Oy. Если что. Jo'llar, go'shtga navbat keldi, kechqurunga pishiryapman. Kotletni уже yeb bo'ldik. Go'shtni marinovat qilib qo'ydim-ku, shuni hozir birinchi tuxumga ozginagina priprava soldim, priprava tuz soldim. И panirovkaga aylantirib olib pishirib olaman, все. Qiziljo'llar, mana bunday pishibdi. Nimachalarim
go'shtlarim. Jo'lla kech bo'lganda bananlik, shirinlik tayyorlamoqchiman. Xo'jayinim ishga nimaga shirinlik berib olmayapsan dedilar. Shunga hozir shuni pishiryapman. Konечный etapni ham olaman videoga. Ko'rsatdim oldin sizlarga, конечно. Shakar solmadim chunki bananim juda ham pishib ketgan, juda ham shirin. Mana shunaqa chiroyli shirinlikchalar qilyapman. Qizlar jo'lla. Tuxum sarig'i bilan bo'yab oldim. Surib oldim. Bo'ryapman. Soat bizada 10 takam. 10. Voy. Qizlar jo'lla. Ana bunaqa go'zal shirinligim tayyor. Qizlar jo'lla, hammaga assalomu alaykum. Bugun konvertga qilmoqchiman lavashdan. Uning uchun bizga lavash, armянский, сыр натертый твердый и nima edi bu? Tvorog. Bu esa zelень и bitta tuxum kerak bo'ladi. Tayyorlanishi juda ham oson. Qachonlardan beri ko'ryapman, lekin tayyorlaganim yo'q, o'zim qilib ko'rmoqchiman hozir. Tvorogimizga sirimizni aralashtirib olamiz. Zelень и bitta tuxum. Чуть-чуть соль. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Nachinkamiz tax. Qizlar jo'lla, nachinkamizni taxlab oldik. Endi esa lavashni uzunchaloq qilib, bir xil shaklda, bir xil razmerda to'g'rirog'i kesib olamiz. Mana bunaqa uzun lavashimni men 4 ga bo'ldim bitta lavashni. Bu yerda menda 2 ta lavash. 2 ta lavashdan 8 ta треугольникchalar qilamiz. Qizlar jo'lla, nachinka любая nachinka bo'lishi mumkin. Xohlasangiz shirin, xohlasangiz shirin emas nachinkadan mana shunaqa qilib bitta qoshiq, katta qoshiq bilan bir qoshiq nachinka solib, xuddi mana shunaqa shaklda o'rab chiqdim. Ochilib ham ketmaydi, xrustящий bo'lib, juda ham shirin bo'lib chiqdi. Agar sizlarga tvorog bilan sir yoqsa, agar tvorog yoqmasa, kimlardir tvorog yaxshi ko'rmaydi, просто sirni o'zi bilan qilsalaringiz bo'ladi. Sir, zelень, tuxum bilan. Agar shirin qilmoqchi bo'lsalaringiz ham, xohlaganlaringiz любой yagodani yoki varenье, там jem solib, shunaqa qilib pishirib yeb ko'ringlar, juda ham shirin qizlar jo'lla. Вообще KFCda bizda mana shunaqa nimachalar, nima deydi uni? Lepyoshka emas. Shunaqa konvertiklar sotadi, juda ham shirin. Men qizim juda ham yaxshi ko'rib, ko'p tez olib turadi shundan. O'zim lekin yeb ko'rganim yo'q, lekin rosa shirin deydi. Shuning uchun qilib ko'ringlar, agar sizlarning ham bolajonlaringiz yesa shunaqa narsalarni. Buni yo suxoy skовородкада qavurib olsalaringiz ham bo'ladi. Men duxovkaga qo'yaman. Qizlar jo'lla, mana bunaqa nimachalarimiz pishdi, треугольникchalarimiz. Хрустящий. Hozir ichini ochib ko'rsataman. Ichi mana bunaqa. Juda ham shirin. Qizlar jo'lla. Qanaqa ajoyib chiqdi. Qizlar jo'lla, aylanishga chiqdik. Biron nima ichib olmoqchi biza. Необычный грушевый кофе olyapman men. Xo'jayinim cappuccino. Qizlar jo'lla, hamma joy dabdalasini chiqarib ittalabdan tortib pishiraman. Soat 6:39. Bitta tort zakaz kelgan, bittasini ertaga oxirgi kunim ishga tort qo'yaman. Nasib bo'lsa choy ichamiz osh bilan. Bu ustiga sepishgan
qaranglar qani titilib boryapti shuni xamirim. Qizlarjonlar, bu ertaga yetadigan tortim. Hol ustiga yana pishyapti. Nimasini qo'yaman? Sepaman. Bunisi esa zakazga qilingan tort. Buni dalaga chiqarib qo'ydim qizlarjonlar. Mana shunaqa. Qizlarjonlar, bu ertaga tort. Короче, tortim va shu og'zida erib ketadigan tort bo'lgan. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bachalaga ham qildim-da, bachala yemasdan qo'ymaydi. Hozir bitta kusogini yedim. Nima bilan? Kofe bilan vashshe umuman og'izda eriydi, bilmayman. Qizlarjonlar, qiz nima ish qiladi deb so'raganlar uchun mana ishdan kelsam, hozir mana bunaqa dahshat pechenyechalar pishirib qo'yibdi. Mana hozir mana hozir yeyapman. Og'izda eriydi shunday. Pesочный. Qizlarjonlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun men ishxonamda oxirgi kunim. Taxminan osh pishirdilar. Mana bu yerda bitta qozon, ikkinchi qozon gazda turibdi o'li. Qizlarga haq beramiz deydi-ku. Mana bunaqa dahshat oshimiz tayyor. Bilaman, porda o'zimni olib ketishim kerakman. Tarelkachalarga solamiz. O'zim pishirgan tort. Qizlarjonlar, mazza qilib oshlarni, tortlarni yeb, choy ichib, yig'lashib, xayrlashib keldik. Qizlar mana bunaqa menga sovg'alar tayyorlab qo'yibdilar. Juda ham приятный. Kutmagandim to'g'risi. Konvertga 10 ming pul ham solib qo'yibdilar. O'zingiz xohlagan biron nimani esdalikka oling deb. Shunaqa qilib xayrlashib keldik. Bu esa kechqurun mikrovolnovka oluvdik. Shu joyim juda ham yomon turardi постоянно. Bu yerda samoklеящий bumaga olib, hozir chiroyli qilib xo'jayinim kleylab beryaptilar. Ustidan mikrovolnovkani qo'yamiz. Juda ham akkuratniy, juda ham chiroyli bo'lib turadi. Men suv yetkazmaydigan plyonka to'shab qo'yuvdim. Постоянно chiqib ketaveradi. Shuning uchun shunaqa qilishga bugun qaror qildik. Juda ham idealniy решение. Специальный nima bilan havolarni chiqarib oldilar, shishib qolmasligi uchun. Juda ham chiroyli bo'ldi. Qizlarjonlar, agar bilmagan bo'lsalaringiz, shunaqani ham o'zlaringizga zametkaga olib qo'yinglar. Qizlarjonlar, hammaga assalomu alaykum. Mehmon kutyapmiz bugun. Nonlarim qaranglar qanday chiroyli. Bu yerda samarqandcha no'xat kabob. No'xat og'izda erib ketadi. Bu yerda esa baklajanni pishiraman. Ustiga pomidor, chesnochok qo'yaman. Mana bunday. Qizlarjonlar, choy sochni ham tayyorlab oldim. Birdaniga, birda mehmonlar choy ichib ham ketsin deb. Qizlarjonlar, hammaga assalomu alaykum. Valbersdan bugun tovarlarimiz keldi. Oshlarni ochib ko'rsataman sizlarga. Sportzalga shishirib ko'rsataman. Nasosi ham bor ekan qizlarjonlar. Bu do'ppi og'ir kilolik. Xudoga shukr, hammaga bir xil qilib, hammaga mos qilmabdilar. 10 kilo ko'targan odam mazasi qochadi. Xudoga shukr. O'yladim 2-3 kilolik bo'lsa biz ham mashq qilamizmi deb. Так, bu do'ppi. Bolalarga mashq qilishga. Buni короче boshiga kiyadi-da. Mana bu nima deydi? Sel. Bir xil qilib urishga. Ну, boksyorskiy. Перчатки тоже боксерские. Ko'rsataman. Menda ham bor shunaqa oq lekin. Yo'q, bunaqa emas ekan meniki, boshqacha ekan.
o'raladi. Так. Chapki rezinachi qizga mana bunaqa oq qaro. Oq bilmayman nimaga. Mana rezinkalarim qora. Qora rezinka olamiz, lekin yo'qolib qoladi o'zida-o'z rezinkalarim. Вот, bu esa futbolочка. Maktabga kiyishga olgan qiz. Oversize. Bu kiyim. Yigitlarga. Sportivniy kiyim. Получается лосина. И спортивный костюм. Получается мамнака капюшонлик. Ну, albatta носочкилар. Без носки никак. Bu qizim o'ziga 4 xil svet. 5 xil ekan. Российский носкиlar. Natasha deb yozilgan. Tak, bu ham rezinkachalar. Upakovkalari zo'r. Ochib ko'rsataman. Bu yerga bir joyga olib ketishga ham yaxshi. Zip zamochkada. Bunaqa rezinkachalar. Bu esa чешки носки, балетки. Kiyiladi. Oyoqqa. Akrobatika gibi. Так, берем спортивный. Перчатки. Чехол перчаткиga. Mana do'ppichalar. Har xilidan. Vesi ham har xil. Og'ir, yengil, o'rtacha. Bu nima? Bu mishka. Kompyuterga. Kuzxonasiga kompyuter oldik. To'g'ri o'rnashtirdik. Bunaqa chiroyli mishka olibdilar. O'zlari. O'zimga ham zakaz qilishim kerak mishka. Bunaqa futbolka. Bu ham rezina для занятий. Sport bilan shug'ullanishga. Bu esa top женский. Ham qizga, topikchalar. Qizga. Так, bu nima? Bu зарядное устройство ekan. Зарядное устройство постоянно yo'qoladi bo'ladi. Mana. Это кому? Мне не сломалось. Это что? Это кольца. Спортзалымni ko'rsataman keyin sizlarga. Qanaqa qilib o'sganimizni. Bu esa prichingalari. Ne qilib ko'rsatay? Kольца, rezinkalari, наверное, bu. Bu yerda ham yopishtiradiganlar. Krutit qilayotganlar. Shunaqa narsalarimiz. Qizlar jo'llar, mana bunaqa chiroyli manzaralarni sizlarga ko'rsatib o'tay dedim. Xo'jayinimning ish joyiga keluvdik. Quyoshning botishini ko'rib, juda ham xursand bo'ldim, juda ham chiroyli botishini. Sizlarga ham bo'lishay dedim ozgina. Keyingi
daqiqalarda yana bir yangiligim yuborgan 8-marta yuborgan sovg'alarim to'g'ri O'zbekistonga yetib borgan. Wildberries orqali zakaz qiluvdik. Shuni bitta singlim o'sha sovg'alarni bugun olganlar. Shu kishi video tashlab yuboribdilar. Shuni ham bo'lishib o'tay dedim sizlarga. Va yangi o'tgan ishxonamni ham ko'rsatib o'taman hozir. Nimalar pishirishimizni, nimalar qilishimizni. Videomni oxirigacha ko'rganlar uchun sizlardan katta rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, like va podpisatsiya qilishni yodingizdan chiqarmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va omon bo'ling. Assalomu alaykum Dilfuzapan aziz kuzatuvchilari, opa-singillarim. Mana menga bergan hadyalari yetib keldi. Juda ham xursand bo'ldim. Rahmat kattakon. Jo'lla ishxonani ko'rsanglar yulduzlar. Bugun polnika булочка повидла bilan mana qilib yasalyapti. Kipitokni chiroylik. Sol kipitok qiladigan. Bu yerda esa mana булочкаларni qanday pishyapti. Ko'ryaptimi? Jo'lla qaranglar булочкаларimiz qanaqa chiroyli.